Agarda odamning ko'zini ko'rish darajasi -30 ga yetib qolgan bo'lsa miopiyada, demak odam deyarli hech narsani ko'ra olmaydi. Bu holatlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida odamning ko'ziga sun'iy gavhar o'rnatiladi. Lekin muammo shundaki, uning narxi nihoyatda qimmat. Gavharning narxi $5000, xizmat haqi esa $10000. Savol tug'iladi. Bunday operatsiyalar O'zbekistonda ham bajariladimi yoki yo'qmi? Albatta ha. Shuning uchun ham biz bugun Andijon shahridagi Visus klinikasiga tashrif buyurdik. Sun'iy gavharda biz -30 gacha miopiya, -10 gacha astigmatizmni olib tashlashimiz mumkin. Amerikada xizmat haqi $10000, gavhar narxi $5000, umumiy esa $15000. Bizning Andijondagi Visus klinikamizda gavhar narxi $1000, xizmati $600, jami $1600. Bizning klinikada 50 ta koyka mavjud. 3 mahal issiq ovqat, EKG, to'liq analizlar, ya'ni bemor bir keladi, boshqa hech qanaqa muammoga uchramaydi. Ko'zlaringiz bilan mana shunday muammolar bo'ladigan bo'lsa, siz ham shu yerda Andijon shahrida joylashgan Visus klinikasiga tashrif buyurishingiz mumkin. Visus klinikasida ko'rishganda ko'rishguncha.